Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz paqirlik yozuvchimiz Xalida Isroil yozgan Oltin kash romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Bugun o'qiydigan yerimiz Hadiyaning aslimlarining 5-bölümü. Buni o'qishdan burun oldingi qitim Hadiyaning aslimisining nariga kelgan yerga bir qarab chiqaylik. U vaqtda u Mas'ud bilan to'y qilgandan keyin 2 farzandlik bo'lgan va madaniyat zo'r inqilobining oldidagi bosqichlarda turayotgan vaqt erishgan. Nävri qizim do'sti bilan chiqib ketib, nädidir bir aslan tepib kiribdi. U tumshiqi ham badinining u yer bu yerlari qora, boshqa yerlar oppoq, bekmi umoq aslan ishkan. Shu tapda u deriza tagchisida gullarning soyasida o'ltirib tozlik qilyotidi. U qip-qizil, noyida harakatchan tili bilan bo'ynidan boshlab qursoq, dumba, putlarining uchigacha nihoyat astoydil yalab chiqdi. Arqadan erinchaklik bilan o'rnidan turib, bir silkinib etib yerga sakrab tushdi. U haqiqatan oqiri pokiz bo'lib qolgan edi. Nävri qizim garchi uni har kuni erkiltib, shundoq obdan baqsimu, eshik echilsa part qilib sirtqa qochib ketadi. Lala uni taraf-tarafdan izlab, ba'zida gullikdan, ba'zida ustinki qavatlardan tepib kiradi. Bir qitim hatto daraxtning ustidan tutib tushgan edi. İlgiri uyni mehnat qilıyotidi deb mushuk biqishni xolamaydim. Uyda bir mushuk paydo bo'lgandan keyin ko'nglimda bu ojiz jonivorga nisbatan tushunish va hesdoshlik paydo bo'ldi. Inchika kuzatsang, bu dunyodagi barcha hayotliq, mayli insondek aql farosatlik, shir yo'lvosdek kuchlik bo'lsin yoki uchar qanot, qurut qo'ng'iz, pasha chumila bo'lsin, hammasi o'rta holda yashash uchun kurash qildikan. Va har birining o'zi xos alohidligi, pam farosati, tadbiri bo'ladi ekan. Insonning tirishib tirmishishlari, qushlarning ko'kda parvoz qilishi, chumilining fidokorligi, mushukning og'zingga qarab talmirib turishlari hammasi bir muqarrarlik ekan. Shir yo'lvosni rahimsizligi, tulkini hiylagarligi, mushukni osh ko'zligi uchun ayblash mumkinmi? Ba'zida uning bir parcha ustixoni tishlab, pokiz karvat ustiga chiqib olishi meni har qancha teriktursimu, uning gunohsizlarcha mo'ldirlab turgan holatiga qarab, achchig'imdan yenib qolaman. Uning xuddi menga bir nima demoqchi bo'lgandek, ammo deyolmayotgandek tikilib turishi, umidsizlanib orqasiga burilib deriza tagchisiga chiqib olishi, u yerdagi toshtaklarning orqasida soatlab sirtqa qarab o'ltirishi, Andisanda birər müşkni ko'rib qolsa, darhol o'rnidan turib sirtqa chiqqudek birər yuchuq izlab, o'zini har yon urib ketishlari menga uning naqadar yakka yagona bechorligini his qildirdi. İxtiyorsiz Amerikaliklar Afrikadan, yurtidan, ota-ona qarindoshlaridan ayirib tutib kelgan qora tanli qullarni eslab qolaman. Gerçi bu o'qishda sal bema'nilik tuyulsimu, biz ularni har qancha e'tiborlab baqsaqmu, insonlarning armaq qilish uchunla ularni o'z to'pidan, asli yashash sharoitidan ayirib etishi rahimsizlik bo'lamdi qandoq? Hayvonning o'z jinsiga, o'z to'piga va makoniga bo'lgan muhabbati insonnikidek kuchlik emas, deb kim aytalaydi? Bo'rilarning kuchlari uchun jinini pido qilishlari, ba'zi qushlarning o'lib ketgan jufti uchun umrvoyat qorliq tutishlari ularda nihoyat kuchli hissiyotning borligini tushundirmamdi. Ular hissiyotini bizga so'zlab berolmaydi, xolos. Mushuk haqidagi mulohizlarini anglab Lalaning ko'zlarida yosh lig'irlab qoldi. U bu aslanni bir Xanzu buvaydan olganligini, ata uningga opirib berdiganligini, pulni surishtirmaydiganligini aytdi. Opirib bersang, u yana birsiga sotadi. Ular pul tepish uchun mush ishni kasb qilgan kishilar. Keyin setib olganlar balkim texmo rahimsiz kishilar bo'lib qilishi mumkin. Mushuklar asli yaxshisi bog' ho'yliliq, keng qo'roqlarda beqilsa, aslanlar bir to'p bo'lib yassa yaxshi bo'ladi, dedim. Lala: "Cho'ng opa, dadamning deb berishicha, yiliqi musulmonlar mushukni e'tiborlaydi ekan. Uni yaxshi boqmasa bo'lmaydi deydi ekan. Shundaqmi?" deb so'radi. Dadang to'g'ri debdi, qizim. Men sana mushningga doir bir hikoya aytib bersam anglamsan. Anglayman, cho'ng opa. Men uningga Muhammad sallallohu alayhi va sallamning chopinining peshida uxlab qolgan mushukning uyqusini buzmaslik uchun chopinining peshini kesib etganligini so'zlab berdim.
Cho'ng oppa, o nemishqa shundoq qildi? U bir muhabbat qizim. Bu ziminda yashash haqqi bo'lgan jimiki jonliqi bo'lgan muhabbat. Hayotliqi bo'lgan muhabbat ham hurmat. Musulmon barcha hayotlikni suydi. U hayotlikni past ko'rmaydi, xo'rlamaydi. Әтісі мән ikkinchi hikoyamni boshlaganda uning ko'zlarida hayronlik va qiziqish chaqnab turadi. U azaldan ko'rmagan, anglamagan, tasavvurmi qilib boqmagan bir dunyoni ko'rayotgandek. Ko'zlarini yo'g'on ichib so'zlaganlarimni angladi-da, uningga Qaraxonlar davlati va uningda yashagan Yusuf ismli kishi yozgan Qutatxu bilik haqida 11-asrda yozilgan bu kitobdagi davlat boshqarish g'oyalarining bugungi dunyo olimlarini hang-tang qoldirganligi haqida oddiy til bilan so'zlab berdim. U ko'z oldida turgan bu kitobga taajjub ichida qaraydi. Uni tutib biqishdan, qo'lga ilib varaqlab biqishdan ayminayotgandek qiladi. Oxirida u Yusuf Xos Hojibning qabrisi Qashqarda hozirmi bor ekanligini anglab, xushal bo'lib, kelar yili yozda dadisi bilan berib ko'rib kelmoqchi bo'ldi. Keyingi bir necha kunda Mahmud Qashqariga oid roman va bir qism tadqiqot maqolasini o'qib chiqdim. Bu qitim boshqa navralarimni ham xohlagan xo'shlarning bolalarini chaqirtib, Mahmud Qashqari haqida hikoya so'zildim. So'zlab o'tib, o'zimmi hayajonlanib ketdim. Men bunda hayajonni unutib ketgili ko'p yillar bo'lgan edi. Qiziqarli hikoyani so'zlab bo'lib, 3 tomliq turkiy tillar devonini ilib chiqib, ularga bu kitobning turkiy tillar haqidagi tunji lug'at, dunyoda silishtirma tilshunoslikqa oid eng dastlabki katta asar bo'lib qolmay, turkiy xalqlarining ayni davr turmushiga oid qimmatli badiiy qomus ekanligini tushuntirdim. Nəvirlərim ilgiri özləri anlagan çöçəklərdəki qilich ilib yağı bilan kurash qilgan, oq at minib Said Jamal məliklərini qara niyətlərinin qo'ldan qutqizgan şahzadlarga ancha o'xshamaydigan, kitobi 1000 yillab saqlanib qolgan bu shahzodani hargiz unutib qolmaydi deb o'yladim. Əlşir Navoiy haqidagi hikoyani Lola bilan oshxonada tamoq etayotgan yoki qacha-qucha yuyayotgan vaqtlarimda so'zlab berdim. Sezib turdimki, xiyolchan, muңluq bala shoirning cho'ng bo'lgandan keyinki hasad, dushmanlik balasi ichida o'tgan tinchsiz hayoti, muhabbati, she'rlari, tuyuqsiz o'limi Lolaga kuchli ta'sir qildi. Men yana uning arab paris tillari ustunlikni egallagan ashu yillarda ana tilni qo'g'dash yo'lda qandoq kurash qilganligini bugungi ba'zi ishlar bilan silishtirib so'zlayotgan chig'imda u mendan bir savol so'radi. Qo'sh til o'qitish shu chog'dimi bormidi, cho'ng opa? Mas'ud ikkimiz ixtiyorsiz bir-birimizga qarab kulishdik. Men uningga bu haqda izlanib ko'rib, ondan javob bermoqchi bo'ldim. Biz uningdagi qiziqishdan foydalanib, uni ana tilidagi kitoblarni o'qishga rag'batlantirmoqchi bo'ldik. Mas'ud uningga kitobxondan Əlşir Navoiy nomli romanni va tarix madaniyatimizga oid oddiy o'qishliqlarni akilib berdi. Lola ikkimiz paranglashayotganda, umi ixtiyorsiz parangga aralashadi. Bundaq chaqlarda hatto shaxmatchi birodarlarini unutib qoladi. Mas'ud ikkimiz ta'tildan keyinmi shanba, yakshanba bayramlik dam ilishlarda navrlarni yig'ib bundaq darslarni doim o'tib turish qaroriga keldik. Bu ishdan xabar topgan qo'shnilar Helitin bolalarini tavsiya qilg'ili turdi. Ko'nilarning ish qilmaslikdan qoladi degani rost ekan. Ishni boshlaydik, yo'llarimiz kengaydi. Ruhiy kayfiyatimiz jonlanib, ilgirki vaqtlarga qaytgandek bo'lib qoldik. Qachonlardan tartibki navrlarimiz bizdan yiroqlab ketgan. Bizdan o'zini tortadigan, bizga vaqti o'tgan asar atiqlarga qaraganda qaraydigan bo'lib qolgan edi. Balkim biz mushu yo'l bilan ularga o'zlarining kimligini bildirib, ularni bag'rimizga qaytarib kelarmiz. Balkim bu bizdagi ziyoda umidvorlikdir. G'oyat kuchli davr iqimi, muntazam ma'arifning hammani bisib tushadigan yuqori besimi bu urinishlarimizni quruq avorgarchilikka aylantirib qo'yar. Ammo bizmi o'z majburiyatimizni ado qilishimiz kerak. Bu biz vijdonimizga yuz kela oladigan ham biz qila oladigan birdan bir ish.
Yakshanba kuni atdiganda Mas'ud nəvrilərini yığıb muzeyga elib ketdi. Ularning nurg'un savol, gangirash bilan keldiganligi aniq. Men nəvrilərimə bu ziminda yaşagan qadimki hunlar, Uyg'urlar, Saklar, İptalitlar, Tuxarlar, ularning turklashishi, ular qurgan kuchlik davlatlar, islom dinining singib kirishi, Chingizxon istilasi, turklashgan Mo'ng'ul xonlari, Chag'atay xonligi, hozirgi Uyg'urlar to'g'risida balalar tilida dars so'zidim. O'g'il nevram: "Cho'ng oppa, muallim bizga sizlar arab davlatlaridan kelgan degan. Biz arab emasmi?" deb so'radi. "Yo'q balam, biz Uyg'ur. Ajdodlarimiz qadim-qadimdan mushu zaminda yashagan. Sizlar muzeyda ko'rgan seriq chochliq kishilar, kirorang guzili, hammasi bizning ajdodlarimiz. Qarab boqinglar, cho'ng dadanglar ashlarga o'xshamdikan. Keyin texmo ko'p millat va irqlar bu yerga ko'chib kelgan. Ashu millatlar qo'shilib, biz bugungi Uyg'urlar borliqqa kelgan. Hozirgi Uyg'urlarning chiroyi, badan qiyofatlaridan ashu har xil millatlarning aloyligi chiqib turadi. Ba'zilar oq seriq, ba'zilar bug'doy o'ng, ba'zilar yapma qopoq, lekin biz hammamiz Uyg'ur." Rasm sızışqa qiziqadigan cho'ng o'g'il nevram yo'g'on bir parcha qog'ozga sarg'ush qo'ng'ir chochliq kurorang guzilini, qora choch egiz bo'y bug'doy o'nglik turk shahzodasini, pakar otga mingan mo'ng'ul askarini, oxirida to'q qo'ng'ir chochliq qora qosh qo'y ko'zlik uyg'urni sizdi. Men yana Uyg'urlar tarixda qo'llangan yeziqlar, e'tiqod qilgan dillar to'g'risida ozdir ko'pdir so'zlab o'tdim. Aradan ko'p vaqt o'tkazmayla, o'rib odatlarimiz, o'ltirib qo'push, tuqqandarchilik, mehmondorchilik usullarimiz, kiyim-kechak, yemak-ichmaklarimiz, hid bayramlarimiz, to'y-to'kun, büşük to'y, xatni to'y, dafna, nazir-chiroq qoidalarimiz to'g'risida dars o'rinlashtirdim. Mas'ud kitobxonlardan bularga oid kitob materiallarini tepib keldi. Men qiz o'g'il nəvrilərimə özümüzcə kiyinib kelish talabini qo'ygan edim. Qizlar chochlarini ushoq o'rib, atlas ko'nglak do'ppa kiyib kepti. Bu do'ppa meni xo'shal qilg'ini cho'ng kelinim o'ttira maktabda o'qiydigan bir jup o'g'liga badam do'ppa, yoqsiz uzunroq to'n kiydirib, beliga belbog' bog'lab elib kepti. Ularni ko'rib birtilla kichik vaqtlarim, mushundaq kiyinib yuradigan aka-inilarim va qo'shnilarning bolalari ko'z oldimga kelib yig'lab etgili tas qoldim. Bu kiyim ularga naqadar yarashgan, ha? Nəvrilərim ko'rib xuddi hit bo'lgandek uyga qo'shnilarning bolalari yig'ib ketdi. Men balalarga ranglik suratlarni, gohida nəvrilərimning kiyimini ko'rsatib turib, o'zimizga xos kiyim-kechaklarimizni tunishtirib, uni kiyishning ahamiyatini tushundirdim va shundaq kiyingan balalarni maqtab ilhomlantirdim. Cho'nglarni ko'rganda oldiga berib ko'rishish, uyga kelgan mehmonni to'rga boshlash, choy qo'yish, oldida adab qoida bilan yukinib o'ltirish, cho'nglardan burun dasxonga qo'l uzatmaslik, mehmonlarning oldida varang-churung g'alva qilmaslikqa o'xshash usullarni tushunishli qilib so'zlab, ham bolalarning o'ziga o'rindatib, ularni adabsiz qiliqlardan ibrat elishga undidim. Oxirida bir qizning qo'nchig'ini büşükdə yatqizib o'tkazgan buvaqning qirqini chiqarish murosimimiz bek ko'ngillik bo'ldi. Har bir bola buvaqqa baxtlik bo'lsin, aqlliq bo'lsin, omoq bo'lsin, gap anglasin, yig'lang'u bo'lmasin degandek tilaklarini bildirishdi. Qoq meg'iz, kamput shokoladlar bilan mehmon bo'lishib, ko'ngillik o'ynashdi. Bu darsdan keyin Udul Xo'shnam bolalarning o'ltirib qopishda adab qoidalik bo'lib qolganligini aytib, "Hada, bu ishni davomlashtirsangiz bo'ladi. Men qo'shlarni harakatlantirib, sizni ziyon tartqizmaydim", dedi. Men uningga, "Qo'shnam, bu ishga yordamlashsangiz albatta bo'ladi. Ammo foyda ziyonning gapini qilsangiz sizni ranjib qolaman", dedim. Va amdi bir mezgil boshqa ishlar bilan bo'ldiganligimni, keyin ahvolga qarab yana boshlasak bo'ldiganligini, keyingi hikoyalarimning texmo esil ekanligini aytdim. Amaliyotda mening hikoyalarim texi amdila boshlanayotdi. Tosh kemir rasmlari, xotin qog'ozi, xattatliq, kitobchilik haqida 12 muqom,
Aman-Niso xon, Mashrablar haqida, ata-bobolarning me'morlik, naqsh san'ati haqida nihoyat ko'p hikoyalarni so'zlamoqchi edim. Ammo men rostilla bir mezgil o'z ishlarimni qilib olishga muhtoj. Men pat-pat kichik sanduqchadan ashu qizil ranglik bog'oqni ilib qarab o'tirib ketaman. Uningda ko'rsatilgan kunga qanchalik vaqt qolganligini bilib tursammu, yana barmoqlarimni pukib qayta sanayman. Kunlar o'tmoqda. Endi hech qancha vaqt qolmadi. Men bir ikki qo'r kiyim ilishim, yangi oyoq, sumka, kichikroq chamdon degandek lozimatliklarni tayyorlashim kerak. Yana bir tarafdan kayfiyatimni tangshab, har qanday xushallik yoki qayg'uning besimiga taqobil turalgudek ruhiy holat hozirlashim, doktorga ko'rinib zarur dorilarni elib olishim kerak. Kechda qizim Munira bilan telefonda so'zlashdim. U doktorxonaga atil borg'in apa, ukam mashinasi bilan ilib borsin. Juma kuni tushdan keyin darsim yo'q. Men seni do'kon aylantiray. Maktab bo'yicha yig'im bor deyotgan. Bir amalni qilib ruxsat olarman. Ruxsat ololsam, darsim tushibla yaningga boraman, dedi. Munirani hammamiz mal tunuydu deymiz. U zamonga loyiq ham ishiltishga aplik darslarni setib olaydi. Ba'zida uning bu jihatdagi talantiga qoyil bo'lganimdan tijoratchi bo'lib qolsangmi, sodan qaltis yurishib ketadigansining deb qolaman. U o'zimi maktabdagi ishlardan ko'ngli suv ichmayotganligini aytib, bu bosh og'rig'i ishlarni tashlab o'qatchi bo'lib ketaymi-ya debmi qo'yatdi. Ammo yanala o'qituvchilikdan mehrini uzolmaydi, chunki u bizning qizimizda. Men o'z ishimga shunchalik berilgan ekanman. Tartqan hovliq külpatlarim meni uningdan qilchimi suvtolmagan ekan. Madaniyat zo'r inqilobining oldida, yangi mudir oldida chaqirtib xizmatimning asliga kelganligini uqtirganda, necha kungacha baxт tuyg'usi ichida mast bo'lib yurgan edim. 2 oydan keyin yana bir qitim xizmatdan ayrilib, necha yil sarson bo'lib yurib, oxiri yana xizmatim asliga kelganda yig'lab ketganlarim. Munbarga qayta chiqqanda hayajondan o'quvchilar oldida qildigan gap topolmay, yeli kulib, yeli yig'lab turib qolganim. Pensiyaga chiqqandan keyinmi maktab berib, bolalarning nimishqa savodi to'liq chiqmaydi. Savodi chiqmagan bolalarni menga yig'ib beringlar. Bir pun haq olmay 2 oyda savodini chiqarib beraman deb talab qilganlarim. Mudirlarning hayron bo'lib, og'zimga qarab qolganlari. 8 ayning uzun kunlari erinchaklik bilan o'tmoqda. Havo yanala shundoq issiq. Aptopni to'sish uchun yotoq uyimning qilin pardasini yepib, orom olish uchun yotdim. Mas'ud bilan Lola allaqachon tushlik uyquga ketdi. Zalmu, qo'romu, hatto butkul shaharmu tip-tinch. Xuddi hamma odam tangla uyquga ketgandek. Faqatla aslanchoq karvat ostidan tepib olgan bir kollak yung ipni cho'rgiltib cho'vmoqchi bo'lib yuriydi. Menmu uchi chiqib qolgan o'tmish aslimlarimni, yo'q, o'zimni chuvish halakchiligida. Ammo bu chuvilish ancha oson ish emas. Sen yillar to'nlida o'tmishga qarab mang'iningda, qorong'ulikda chaqnab ko'z qisishib turgan sonsiz yulduzlarni sayr qilib qolmay, og'izni yo'g'on ichib, quyundek piqirab, yaqinlashganligi mavjudotni dam tortib ketadigan qorong'u o'ngirlarga yo'liqsan. Sen uning oldidan o'tmay turolmaysan. Uningga yaqinlashdingmi, qandoq tortilib ketganingni bilmaysan. U yerda sen o'zingning chuvilayotganligingni sezasan. Hayotingdagi eng qabohatli daqiqalar, kunlar, oylar, yillarni yana bir qitim beshingdan o'tkazsan. Yurak so'qishlaring eng yuqori chekka yetadi. Nafsing bo'g'iladi. Qon tomirlaring ko'pidi. Bu bekmi azobli jarayon. Ammo uningdan qochish, qutulish mumkin emas. İnsanning buguniga o'tmish asllari va kelgusining andishlari yo'g'rilib ketgan bo'ladi. 1966 yilning bahor faslida kishilar ko'nglini bir xil tinchsizlik andiktirib turadi. Tajribali kishilar gazetlar va radio xabarlaridan cho'ng bir harakatning shapsini sezishgan edi. İyunning 5-da markazning proletariat madaniyat zo'r inqilobini ilib berish to'g'risidagi 16-may uqtirishi e'lon qilindi. 20 iyun maktabimizda proletariat madaniyat zo'r inqilobi boshlanganligi munosabati bilan inqilobni oxirigacha ilib berish qasamiyat yig'ini ichildi.
Siniflar oldidagi cho'ng maydonga hayvatlik yig'in sahnasi yasalgan bo'lib, sahnada nahiya va maktab rahbarlari surli qiyofatda qatorlashib o'tirishadi. Sinif ishxonalarining tomlari, sahnaning oldi keyni daraxtlarga chaplangan shuar plakatlar hamma yerni qip-qizil bo'ygan edi. Maydonning bir tarafiga qo'yilgan uzun qisqa o'rindiqlarda o'qituvchi, ishchi xizmatchilar o'tirishgan. O'quvchilar ostiga gizit biror parcha xish qo'yib yoki to'pliq yerda o'tirishadi. O'qituvchilar chandurmag'ini bilan chiroylaridan gangirash, dakudukka chiqib turadi. Tarixda misli ko'rilmagan yana bir qitimliq inqilob boshlandi deganlik, yana bir turkum odam tortib chiqarildi deganlik. Tarixdan buyon qaysi harakatda bir uchumlarni falokat bosmagan. İlgiri tərkibi yuqurlarga, tarixida məsələ barlarga, vijdani qaynab ancha-muncha so'zlab qo'yganlarga, iqtisodiy jihatda nafsini yig'maganlarga, chet el bilan birər bog'lanishib barlarga kelgan. Bu qitim aksi inqilobchi, Shiyojingjuyichi, burjuaziya ilm nupuzliqlari, jamiyat dashqonlari, jin shaytonlar deyilyotidi. Qaraganda kimga keydirsa bo'ladigan qalpoqlardek qiladi. Ammo mening ishlarimni xizmat gruppasidagilar texi yaqindala tekshirib xulosa chiqarib bo'lgan. Kelgulik mangil kilivermas deb o'zimni avundirmoqchi bo'laman. Xiyol surib o'ltirib, ko'zim oldingi ratda ishonch bilan qadini tik tutib o'ltirgan Jiganbardi muallimga tushdi. Ko'ngilda nimalarni o'ylayotdikin? U adabiyot o'qitish gruppasining mas'uli ham viloyat tavasida xeyli ta'siri bor shoir. İlgirki hareketlarda u o'ziga kir qo'ndirmay kelgan. Uni putmoqchi bo'lganlarmi, uning partiya va bahor haqida yozgan she'rlaridan yoki o'qitish metodidan nuqson topolmay, uni mayliga qo'yib etgan. Uning ustiga uning bir ko'k namrat oilaning bolasi ekanligini hamma odam biladi. O'tmishni aslash yig'inlarida u doim oilasining ozodlikdan burungi echinishlik tarixini nihoyat ta'sirli qilib so'zlaydi. Ko'z ishi qilib anglab o'tirganlarni yig'iltib o'tadi. Shundoq bo'lsa-mu, yanala ba'zilar uni yaxshi ko'rmaydi. Uning kelishgan qaddi qomati, mag'rurona yurish turishlari, orqasidan chiqib turadigan, rost yolg'onni hech kim bilmaydigan kuskus paranglar ularning o'chmanlik qilishi uchun yetib oshidi. U shuncha tirishib ishlasimu, siyosiy o'ginishlarda hammadan aktiv fikr bersimu, ta'tillarda o'qituvchilar kurslarida dars o'tib maktabga shon-sharaf keltursimu, biror qitim ilg'or saylanib boqmaydi. Ammo u yanala ratli kiyinib, sochlarini maylab xo'shalg'uram yuriydi. Chiroyli ayol o'qituvchilarni ko'rsa, ichilib yeyilib mungdishib ketadi. Egambardi muallim ikkimiz ba'zi taraflarda bak chiqishimiz. Gapimiz doim bir yerdan chiqadi. Ammo ba'zi taraflarda o't bilan suvdek bir yerga kelolmaymiz. Shunga bir-birimizni hurmat qilamiz-yu, bir-birimizdan yiroq yuramiz. Yana Avrislat xonim, Tursun muallimlarchu, ular nimalarni o'ylayotgandi? Yig'in boshqaruvchi yig'inning boshlanganligini e'lon qildi. Gumbirliganda qudumboq sadosi, chavok alqishlar sadolari yangrab, egiz teraklarning uchi qo'nib olgan qog'larni urkitib etdi. Mugdab o'ltirganlar cho'chib ketishdi. Alqış sadolari ishida rahbarlar so'zga chiqib, safarbarlik doklati berdi va maktabimizning madaniyat zo'r inqilobiga rahbarlik qilish gruppasi a'zolarining ismligini e'lon qildi. A'zolarning ko'p qismi nahiyalik xalq hukumati va ma'arif idorasidan kelgan kadrlar bo'lib, bizning maktabdan mudirlarning orqasida yuradigan bir necha aktiv bor ekan. Rahbarlarning tantanalik so'zdan keyin yig'in boshqaruvchi o'tirg'a chiqib, ommaning fosh qilishi, rahbarlikning tasdiqlashi bilan maktabimizdan birinchi turkumda tortib chiqarilgan aksiyatchi, Shiyojingjuyichi unsurlar, burjuaziya ilm nupuzliqlari, qoriyib, gizanda, doshqal, jin shaytonlarni e'lon qilishga boshladi. Yurikim bir narsani sezgandek egispa so'qib ketyapti. Yig'in boshqaruvchi yuqori ovozda: Burja ilm nupuzligi, burjaning qora yipi, aksiyatchi shoir, Egambardi Oyub sahnaga chiqsin deb to'ladi. Bu gapni anqirib bo'lguncha quloq tubimda bomba portilgandek yana bir sado yangirdi. Shiyojingjuyichi, burja ilm nupuzligi, sinipi yot unsur, joyil, gizanda, hadiya abay sahnaga chiqsin. Xudimni yo'qitib qo'ygandek bir holatda sahnaga tortib chiqarildim.
Mening keynimda Avut Arximid, Risolat xonim, Abdulla muallim, Tursun muallim va bir qism cho'ng yoshliq muallimlar tortib chiqarildi. Shuar vaqrash-jaqrashlar ichida "Sinfiyat unsur, Mas'ud Mahmud sahnaga chiq!" degan ovozni angladim. Mas'ud boshqalarning qo'l tekkizishiga yo'l qo'ymay, sahnaga tez-tez minib chiqib, sapning oxiriga tizildi. Eng oxirida "Kona aks inqilobchi Gizanda, Wang Jianlong o'ttirg'i chiq!" degan ovoz bilan tang beshimni ko'tarib qarsam, Oysha Hadining eri Wang Laoshi, ya'ni Yunus muallim sahna tarafga qarab oldirmay kelib o'tibdi. Daqudumboq shuar sadolari yana bir qitim avjiga chiqdi. "Yo'qolsin burja ilm nupuzliqlari! Yo'qolsin sinfi dushmanlar! Yo'qolsin aksi inqilobchi Shiujingjuyichi unsurlar!" İçimdə sanab baxsam, tartib chiqarilganlar 17 odam ekanmiz. Demak, sipimiz xeyli keng ekan. Ko'pning qatorida ekanmiz. Nima ko'rsak tang ko'rarmiz deb o'ylab, oz-to'la tasalli topgandek bo'ldim. Lekin texi yeshiq to'shmagan o'g'limni vaqtida imitalmaydigan bo'ldim deb ko'nglim yerim edi. Yengiga qizil belga taqilgan ikki qizil qo'g'dug'uchi kichik Batur meni silkib tortib maydan va do'mbamga shuar yozilgan qog'ozlarni chopladi. Qarasam boshqalarg'imi chaplig'ili turibdi. Beshimizga karton qog'ozdan yasab tayyorlangan uzun qalpoqlar kiydirildi. Shu holatimiz bilan ko'pchilikning oldida medir qilmaslikqa tirishib, issiqdan tarlab chiqqanimizcha har birimizning jinoiy qilmishlari fosh qilingan va tanqid qilingan maqolalarni angladik. O'qilayotgan bir maqolda Egamberdi muallimning Partiyam degan she'rini Egamberdining orzusidagi aksiyatchi partiya madhiylangan deb, Bahor nomli she'rini hozirgi jamiyatimizni zimiston qishga o'xshatib, o'z orzusidagi bahorning kelishiga tashna bo'lgan deb, Avut muallimning maslikda bir pishang bilan yer sharni o'rnidan qo'zg'ab yetalayman degan gapini sotsialistik tuzumga bo'lgan o'chmanligini ifodalashi deb tahlil qilganligini hayron qilgan va qo'rqqan holda angladim. Uning ulapla aksiyatchi ilm nupuzliqi hadiya abay hamla yerda kompartiya odam emas deb davransılibla qolmay partiya rahbarligi bilan qarshilashgan va uni inkor qilmoqchi bo'lgan degan tahlillar quloq tubimda jarangladi. Men rostilla shundoq degandimanmi? Bir ikki odam partiyaga vakillik qilolmaydi degan emasmidim. Qo'rqinishdan kallam qalaymoqalashib ketyotdi. Men rostilla nimaning xato, nimaning to'g'ri ekanligini ayriolmag'idek holga tushib qoldimmi? Yig'in oyoqlashgandan keyin aktivlar bilan qizil qo'dug'ichi kichik boturlar bizni oldiga silib maktab ishida sazo yiqildi. Menga kiydirilgan qalpoq uzun ham tor bo'lganlikdan hadisa beshimdan tushib ketadi. Qasdan tushiryapti demasin deb gavdamni mindirlatmay haykaldek mingishga majbur bo'ldim. Qiyofatimni ko'rganlar o'zini tutolmay kulishib ketadi. Ularning kulishganiga qarab texmu xo'rliqim keladi. Mushukka o'yin chashqan qiyin degan shu-da. Ana shunda qiyin bir holatda ketib o'tib, oldi tarafimizdagi tomosha ko'rib turgan odamlar to'pi ichida chiroyi tomdek totirib ketgan Oysha Hadining ansiz ko'zlarini ko'rib qoldim. Sepimiz yiqillab borgancha to'plashib turganlar ikki tarafga ayrilib bizga yo'l beradi. Ammo Oysha Hadi qo'rqqandan nima qilarini bilmay joyida qetib turib qolgan edi. Qizil yang belgiliklar qo'pollik bilan uni yo'lning chetiga ittirganda, men uning yiqilib tushganini ko'rdim. Ammo orqamga qaray olmadim. Keyin Oysha Hadining deb berishicha, shu chaqda u eshik oldida yozliq o'chiqda bir qazo yog'ni chuchitayotgan ekan. Yaqinla yerdan anglayotgan shuar va daqudumboq ovozlarini anglab, yugurib qo'rovdan chiqibla meni va kaynimda turgan erini ko'ribdi. Qo'rqqandan titrab neri ketishni yoki oldimizga kelishni bilolmay, yo'lning o'rtasida turib qopdi. Qizil qo'g'dug'uchlar vaqirishib ittirib yiqitib o'tgandan keyinla xudini tepib, o'mlab qopib bir chetda qarab turibdi. Bir chaqda o'choqdagi yog'ni esig ilib, yugurib kirib qarasa, yoqqa o't ketgan ekan. U o'choqdagi o'tni ko'mmoqchi bo'lib, bir gurjak uvoq ko'mirni gurjakka opdi-yu, o'choqqa emas qozonga tashlabdi. Qozondagi o't texmi ulg'ayib ketibdi.
Oyisha hada qo'rqib ketib qozonni yerga olmoqchi bo'pti, ammo qo'li kuyib ketganlikdan yerga tashlab yetibdi. Qozon ikki parcha bo'lib ketibdi. Oyisha hada bu ishlarni uzoq vaqtlargacha so'zlab yurgan edi. Har qatim tilga olsa qo'rqqandek bo'lib maydisini tutib oladi. Biz tartib chiqarilganlar o'yat odam edik. 1970-yilgacha bu son kemaymay, avumay bir xil turdi. Shu yili Avud, Arximid bilan Mas'ud bizning qatorimizdan chiqarib o'tilgan bo'lsa-mu, ularning o'rniga chet elda tuquni bor Zo'ram bilan viloyatdan yo'tkilib kelgan bir pishqadam tatar o'qituvchi qo'shildi. Zo'ramning akisi chet elda xeyli dongli shaxs bo'lsa kerak, uni doim soqchilar kelib so'roq qiladi. Zo'ramning aytib berishicha, ular uningdan "Akang bilan aloqalashib turyotamsizlar? Qandoq aloqa qilasizlar? Nima deyishdinglar? U nima dedi?" deb so'raydi ekan. Zo'ramning uzoq yillardan buyon xat xabarini ololmadik degan gapiga zodi ishonmaydi ekan. Yana bir muallim ilgirki maktabda ishlayotgan mezgilda qandaqdir bir chet elga bog'langan tashkilotga qatnashgan deb gumon qilingan ekan. Muallim bo'lsa uni boshqalarning o'ziga qilgan tuhmati deb ching turdi ekan. Afsuski, pokitga hurmat qilinmaydigan, rost yolg'on ayrilmaydigan u davrlarda hech qanday odamning o'zini oqlash huquqi yo'q edi. Qalpoqlar hamma yerda uchib yuradi. Gunohsiz bir odamning ko'z yumib ochqucha eng og'ir gunohkorga aylanib qilishi odatdagi bir ahvol edi. Shunda qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelgan qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.